Assalomu alaykum, hurmatli biznesmen, tadbirkor akalar. Bugun biz Toshbuloqqa kelganmiz. Mana shunaqa to'lmaydigan kanalizatsiya degan nom bilan o'ta mashhur bo'lib ketgan Sodiqjon aka bor. Ishlab chiqarish joyini o'zi, ana uskunasi, ancha-muncha joyda yo'q bunaqa uskuna. Hozir buni yana kattarog'ini yasashyapti ekan, uni ham video davomida ko'rsatib beramiz. Bugungi videoda Yomkis narxlari, turlari haqida ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Cho'chimizda ishlar turibsizlarmi? Xudoga shukr aka. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat sekin. Mana shunaqa idishlarni, yomkislarni O'zbekistonga birinchi bo'lib yasashni boshlagan, shu o'rgatishni boshlagan aka mana shu bo'ladi. Shogirdlar ko'payib ketdimi hozir? Ha, xudo xolasa. Ammo ko'paygani yaxshi aka. Karvon ko'p rizqi bo'ladi deganda. Kelaveradi, bir boshlaymiz hozir sizlarga. Bunaqasini oldin ko'rmaganman aka. Aha, bular Eldor aka bular hammasi zakaz uchun-da. Buni hozir yog' saqlagani, suv saqlagani deganda bu faqat suvni ham saqlasa bo'ladimi? Ha, endi ilgari nimasi yo'q edi buni, simalasi yo'q edi-da. Ha. Mumkin emasda. Hozir simalasi bor, keldi buni. Ichimlik suviga ham mumkin. Ichimlik suviga ham mumkin endi. Kanalizatsiya, vodoprovod, hamma narsaga, masla, paslaga. Ha, suv, bu masla, pasla. Benzin saqlasachi? Yo'q, gazlanadi. Unday ular gazlanadi. Ular gazlanadan narsaga bo'lmaydi. O'zi har bitta moddani anaqasi bor, o'zini xarakteri. Bu bunaqa narsani ham aka ko'rmagandim bunaqa moslaganini. Endi hamma yangilik birinchi sizda. Zakazchiga nima desa o'shani qilib beramizda. Ana g'izzavodni naqasi nima bo'ldi? U ham o'tib ketdi. Ishladimi? Ha, ishlab yotibdi u ham. Bo'ldi. U bo'yicha ham g'izzavodlarga katta filtr ham yasab berishaveradi. Bunaqa yomkislar nechta tonnaligi qanchadan chiqyapti aka? Endi hozir buni zakazga kubasini $250 dan chiqarib beryapmiz. Mana shu narxi bir kubasini $250 chiqarib beryapmiz. O'zlari mashina qo'yishadi, yuklab olib ketishadi. Yaxshi, mana shu desab tayyor qilib qo'yasiz bo'ldi. Tayyor qilib beraman bo'ldi. Bo'ldi. Bu narsa. Xo'p, nechigacha kattaligini qilib beryapsiz? Endi 3 tonnadan 80 kubagacha-da. 3 kubadan 80 kubagacha. Kubagacha. Mana ular nechta tonnalik mashina? Ha, bular bu kanalizatsiyaga moslashgan bu. Bu mana shu 3 kubaligimiz. 3 kuba. Aha. Endi ko'pchilik aytishyapti, Eldor aka haligi nima deydi? Senda qimmat, haligi og'zingga kelgan narxni gapiryapsanmi deganlar ham ko'payib ketadi-da. Voy akalar, idishni farqiga boringlar. Buni zavodskoy bu samodelkani farqi bo'ladi. Xohlasalaring kiloga sotaman. Xuddi shunaqa. Buni haligi qo'ylar singari arashan kuchayib ketdi-ku. Buni arashan, buni sariqni ko'ryapsizlarmi? Shak emasding. Ha, mana bunda buni stinkasiga mana akalar e'tibor beringlar. Mana qanday tayyorlanadi bu. Mana qalinligini qaranglar. Bu hammasi shundan chiqyaptimi hozir? Ha, bu zavodskiy mana ko'ring. Mana tepalarini ham silliqligini ko'ring. Bunaqa narsa yo'q hozir boshqa joyda. Yo'q. Buni mashina ikkita chiqarsa bo'ladi. Mana shundan, xuddi shundan ikkita chiqarsa bo'ladi, faqat yuqoriroq qilib. Bu akada unaqaligi qobiliyat yo'q nimagadir, doim bosib qalinroq o'rab qalinroq chiqaradi. Mana shuni kilosi aka 270 kilo. Tasavvur qilib ko'ring. Ha, ular meni seroyimda 3 ta chiqaradi. Ular xohlagan puliga sotaveradi-da. 100 kilodan chiqyaptimi ularki? 100 kilo, 80 kilo. O'zi men ham o'raganman. Boshlanishida bir jammas, ko'pmasda bir ishlagan bo'lsam o'shanda bir oymi, 2 oymi chiqarganman. Ha, yengiladi. Ha, keyin bu zavodskoyni topganimizdan keyin u ishni to'xtatganmiz. Men o'shandan beri faqat mana shunday ishlab chiqaraman. Endi buni qulayligi bu o'sha davlat standarti bo'yicha bu narsa. Mana buni o'rtasida jiddiy kamini bor. Bu yo'lga ko'msa mana zanglamaydi ham, chiramaydi ham. Qalin. Qalin. Hozir ustidan mashina o'tsa ham bo'laveradimi? Bu bemalol mana shu turishi ham prokuraturada yozilganda 17 tonnani ko'taradi. Mana shu havoda turgan joyida. Ko'mmasa ham? Ko'mmasa ham. Ekskavator shunday chiqarib qo'yadi, tiqisi ish bekarga-da buni. Mana deysiz. Mana perigradkalarni ko'ringlar. Ko'pchilik aytayapti, perigradka unday bo'lib ketyapti. Haligi bunday bo'lib ketyapti deb mana ko'ringlar, aka shu narsa suv mincha bo'ladi, ola shuni ko'tarmaydimi? O'qibsan, gap so'z ko'p-da. Lo'chimaydi. Agar ko'rvasin deng. Ha, kelganda kim olsa hamda kelib aylaninglar. Mana shu yerda Toshbuloqda 6 ta yerda bormiz. 6 ta yer. Hammasini ko'rib chiqsin. Haqiqiy haligi ishqiboz bo'ladi-ku, idishni yaxshisini olaman degan odam bo'lsa, ko'rib chiqinglar mana. Men sizlarga tushuntiraman, bu nima? Bu qanday sistema bu? Qanday ishlaydi? Menga aytishyapti, hozir motoring qoni deyapti. Voy, motor kerak emas. Bu bitta narsani yaxshilab tushuninglar-da. Endi jabi professional emasman, bu kasb bo'yicha to'g'ri ishlaganman. Mana 16 yil bashti bo'ldi-da. Shu sohaga kirganimda. Bu men qarang, hozir aytayaptiki, bakteriya bunaqa motor qo'y. Aka bitta narsani tushuningda. Men 700 ming so'mga motorni qo'yaman-da, yaxshi qilib qo'yaman menga-da. 700 ming so'mga beradi.
Men buni 1,5 ming dollar deb qanday aytaman? Hozir O'ylab qancha ko'ryapsizmi? Buni hozir vodiychi 10 million so'mga chiqdi bu narxi. 10 million. Toshkentga 11 millionga chiqyapti. Yetib borishi bilan. Ha, yetib bor. Dastavka montaji ichida bo'ladi. Ha, 10 million ichida vodiy. Ha, sobitda motor bilan yash qo'yib qo'ysam shu U 20 millionga chiqadi bu narsa. Undan o'zi qo'yib olaversin. Bu kerak emas. Bitta narsani to'g'ri tushuninglar, qo'polroq gapiraman. Ochiq bo'lgandan keyin, to'g'rimi? Buni axlat bor-ku, akalar, axlat bu dimlaydi-da, dimlangan narsa bakteriyaga aylanadi. Olmani chirigi bor-ku, yemaysizlar-ku, u bakteriya tushgan hisoblanadi. Bu ham xuddi shunday. Bu dimlab turib, o'zidan bakteriya ishlab chiqaradi bu narsa. Tushunyapsizlarmi? Bunga havo kerak emas. Nimaga masalan oddiy o'ylab sharoitda o'ylab ko'ring. Xamir qilib o'rab qo'yadi. Nimaga ochiqqa qo'ymaydi? Bu bakteriya rivojlanmaydi-da. Tushunyapsizmi? O'ragandan keyin bakteriya rivojlanib ko'paydi bu narsa. Suv bo'lib chiqib ketadi. Ha. Keyin ana bu bakteriya odamning axlatini 12% yo'q bo'lsa, uni teradi. Pastdan boykadan kelayotgan narsalar teradi. Ular o'ylashyaptiki, bilmayman, ular qanchalik ishlagan, menchalik ishlaganmi, yo'qmi bu tema bo'yicha-da. Kislorod haydasang bakteriya havo oladi deb qo'yadi. Undan yashaydi dedi. Bakteriya havo dimlangandan keyin yashaydi. Havo olsa yashamaydi bakteriya. Havo kerak emas. Ha. Havo kerak emas. Buni ichida rivojlantirish uchun, ko'payish uchun. Hozir mana paproba 4 yil bo'ldi akalar. Rishtonda ham bor, Bayda ham bor. Egasining nomerini beramiz. Paprobaga tashaganimiz yo'q. Shu haligi odamlarga nima deydi? Ishonch bo'lish uchun-da. 4 yildan beri bitta ham bakteriya tashlangani yo'q ishlayapti. Bundan chiqqani bor-ku. Biz dirnash qilmadik deb bitta kalodiska shuni tushirib qo'ydik. Taniq suv chiqib yotib tashlaydi. Bundagi ishlash prinsipi akalar xuddi shunaqa mana. Endi to'g'ri aytiblar. Odamlar o'ylaydi-ki, axlat tushsa yo'g'ib ketib qoladi deb o'ylaydi-da. Yo'q bo'lib ketib qoladi, faqat suv shaklida u yerdan chiqadi akalar. Axlat emas, faqat suv chiqadi. Shuni tushuntirib berishni mana hozir to'g'ri qildilar. Xo'p, bundan keyingi jarayon haligi suv tortib ketmaydigan boshqa joylarda o'sha sizni suvingizni singib ketadigan joy bo'lishi kerak. Drenaj bo'lishi kerak. Yasab beramiz bularda. Uni ham qilib beryapsiz. Ana shunda bu 100% to'liq ishlayveradi. Xo'p, anochi domlarga ham qilib beraveryapsiz? Bo'laveradi u. Katta domlarga. Ularda hammasidan rasxod suvini hisoblanadi. Masalan, davlat standarti bo'yicha bitta xonadon 200 litr davlat standarti bo'yicha. Nechta xonadon bo'lsa, masalan 50 ta xonadon bo'ladigan bo'lsa, sutkasiga 10 tonna suv. 10 tonnani 5 kun saqlab turish kerak bo'lsa, 50 kubalik qo'yish kerak. Masalan, 30 ta xonadon bor. 6 ta. Sutkasiga 6 tonnagami? O'shani 5 ga ko'paytiramiz. 30 tonna. 30 tonnalik. Xuddi shunday ishlaymiz. Bular mendan o'rganib olib, telefon qilib, allakimlar orqali. Telefon qiladi, allakimlar yoki videoni ko'radi-da. Meni haligimda sistemamda aytadi hammasiga. Haqiqiy ustasi shu aka bo'ladi. O'zini narmani bir haligisi yo'q. Rosa ishlab O'zbekistonga ham kelib boshlagan. O'zini g'oyasi yo'q. Voy, motorli sistemaga ishonmanglar. O'zbegim, nimaga unday qilasizlar? Motor kapayka narsa ilgari bo'lgan bo'lishi mumkin, SSR paytda qimmat. Hozir motorni bekarga beryaptim deb iltimos qilsangiz-da, zavodga borib. Hozir 700 mingdan beraman deyapti. Shlanka-plankalari bilan, uni haligilari bilan. Yashklari. Zavodga borib, uka menga bitta motor bergan desangiz, o'sha motorini menda motorni bekarga beradi-da. Motor desa boshqacha tushunadi bizga haligi miyaga. Bir qimmat narsa emas u narsa. Texnologiya bu. Bu takoy emas-da. Meni oldasam bo'laveradi. Menga motorni mana yashig'ini qilib turib, bitta motorni qo'yib, aka buni 20 million yo 30 million so'm. Men nima qilaman? Buni qanday ishlashini bilaman-ku. Bunga havo kerak emas-ku. Motor patent. Nimaga unaqa do'rasizlar sizlar deyman-da. Video obzor qiladi, achchig'im keladi-da ko'rib. Mayli, qo'ying. Yo'q, haligi nima deydi? Odamlar aldamasi kerak-da. Aldamasdan ish qilaver. Motor umuman kerak emas. Zakon uchun olingan motor bor, axlatli bor, buni katta ob'yomlar bor. Ahtan baqa naporni urib yo'qotib yuborish uchun kerak motor. Unaqa qilmasa kerak u motorlar. Yo'q, ular katta ob'yomli. Masalan, mana bitta qishloqniki kelyapti, minglik trubada. Uni ana shuni bor, ahtan baqa urib yo'qotib yuboradi, keyin bakteriya tashlaydi. Bari u ham bakteriya. Bu motorlar bakteriyasiz yo'q bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi hech qachon. Endi o'ylab ko'ring, masalan, suvni olib turib, ozgina yog' qo'shib turib, u ahtamga urursangiz yo'qib ketmaydi-yu, yo'q. Aralashadi xolos-ku. O'shani singari odamda axlati 12% yog' bo'ladi buni. Mana bular yog'lar buni teradi bu. Bakteriya dimlab turib. Yevoradi buni ham. Yo'q, pachakka o'radi. Suv qilib chiqarib yuboradi. Suv qilib chiqarib yuboradi. Ular aytadiki, havo deydi. Bittasi menga aytayapti, Toshkentdan telefon qilib, uka deydi, men bu tema bo'yicha o'qiganman. Bo'pti, nima qilish kerak desam, u deydi,
havo berib turganda deydi, kislorod berganda ichkarida deydi. Bakteriya ko'payadi, rivojlanadi deydi. Qanaqasiga ko'payadi? Siz xamirni qilib, mana ilib qo'ysangiz, achimaydi-ku, haligi dimlaganingizdek. Rivojlanmaydi-ku bakteriya. Dimlab qo'yish kerak baribir, Ha, dimlanmasa bakteriya bo'lmaydi buning ichida. Ha, bo'pti, ochib beramiz, motorni qo'yib qo'yamiz. Har haftasiga tashasin bakteriyani. Bari o'ldiradi havo. Buni. Ha, ish ko'payadi unda. Ha. Dimlaydi-da, aka, короче bu. Ha, bitta bakteriya qanchaga yetadi, dimlatib ishlatsa? Hozir bu boru agar dimlab ishlatsa bor, kerak emas ekan mana shu narsaga. Mana sistemaga qarang, necha yildan ishlatganman, o'zim uyimga qo'yganman, 5 yildan beri. Hali bo'shchi yolchimoq deganda bir marta bakteriya tashaganman, paproboga. Mana hali tashaganim yo'q bakteriya. Mana Rishtonda turibdi. Ha, endi ko'pchilik haligi puflagan gap deb o'ylamasin deb Rishtonda bitta akaga boru, aka nobodomda ishlamay qolsa bekor qo'yib beraman men sizga. Bakteriya tashamang deganman. Ha? Tashaganimiz yo'q. Ega ham borib bitta video obzor qilsa bo'lar ekan. Qanaqa? Umuman 4 yil bo'ldi. To'lib ham qolmaydi. Aka 4 yildan mana suv tushib turadi. Umuman dimlab tashaganmiz idishdan. Faqat kirish bilan chiqish bor xolos. Kirishi bor, chiqishi bor. Mana shunaqa variantlari bor akalar, aloqaga chiqaveringlar. Narxi kvadratiga, kubasiga $250 dan. Katta ob'yom bo'lsa. Ha, kichkinalar? Ha, kichkinalar endi bular sal qimmatroq tushadi. Ha. Bu 3 million yaqindan ko'rsataveraylikmi buni? Ha? Yaqindan ko'rsataveraylikmi? Bemalol. Olavering og'a. Mana shu narsada mana qavat qilib to'qiladi akalar. Qalinligini qaranglar. Bu yana ustidan bo'ladi, ha? Ha, bo'ladi. Mana bunday qilib qarasangiz, bu mana 3 cm. Ha, u yog'i mana 3 cm. Nima bu yerdan 40 tashlanadi-da. Mana shu endi 3 cmlik qilib zakazga chiqarilgan. Mana idishni ko'rib ko'raversin. Kattadagi. Necha metr bo'ladi bu? Bu endi kubaturasiga qarab turib, zakaz qancha desa, o'shani chiqarib bera olamiz-da. Zo'r. Kimgadir 20 kuba, kimgadir 30 kuba. Shunday. Bu hammasi zakazga, Eldor aka mana shular hammasi zakaz ishi. Orqadagilarmi? Ha. Bo'ldi. Akalar aloqaga chiqasizlar. Qanaqa sig'imdagi, qanaqa hajmdagi shisha tolali yo'mkislar kerak bo'lsa, kompozitda bular, ha? Ha, shunday. Kerak bo'lsa, chirimaydigan narsa kerak bo'lsa, aloqaga chiqaveradi. Necha yil chirimaydi aka? Bu protokolda 80 yil yozilgan. Protokolda 80 yil. Men 50 yil deb chiqqanman. 80 yil degani u yolg'on-da. Hammasi 50 yilga o'tib oldi. O'y, 50 yil emas, 80 yil turadi. Aytaveringlar endi. Bemalol tushunmasdan. Mana protokolda bor, bu davlat standarti. Bu Yevropadan kelgan sertifikat hamma yo'g'imiz bor-da buni. Ana shunda ko'rsatilgan 80 yil chirimaydi bu narsa. Xo'p, litsenziya bor akada. Hamma yo'q bor. Kanalizatsiyani qayergadir o'rnatmoqchisiz. Unga litsenziya so'raydi-ku. Kimdandir olib borib qo'ysangiz, litsenziya bo'lmasa, unga yana qo'shimcha rasxod. Ha, bizda dokumentlar bir martada toza. Xudo xolasa. Sertifikatingiz ham, hamma narsangiz bitib, qonuniy 100%. Bizda allakimlardan $200 ga dokument olib ish qilinmaydi. O'zimiz o'sha qiynalib yurib qilindi bu ishlarda. Buni ham qadriga yetinglar. Kimki o'rnatib bo'lgandan keyin dokument tashlanadi. Ha, endi hozir puflaganlar ko'payib ketdi, dokumentingizni ko'ray dedi. Ha, ertadan berib bersam men qaydan bilaman uni deganda. Xuddi shunaqa. Baribir to'g'ri tushunasizlar, o'zbek ham hamma narsani qilib ko'ryapmiz. Shunaqa. Bu akaga ham haligi aqdan bag'dan ustalarda ortiqcha gap ko'p kelganiga shunaqa jon kuydirib gapiryaptilar. Tanlovda adashmanglar. Eng muhimi tanlovda adashmanglar. Sog' bo'linglar. Ekranda nomer turibdi, aloqaga chiqaverasiz.